Assalomu alaykum, xayrli kun YouTube oilam, yaxshimisizlar? Vaziyat yaxshimi? Bizning bugungi manzilimiz Koreyadagi katta attraksionli park bo'ladi. Koreyada havola isishni boshladi уже ozginchadan keyin borib bo'lmaydi u yoqqa. Shunaqami? O'shaning uchun bugun borib kelamiz. Assalom. Assalom. Biz uydan chiqqanimizgacha уже soat 1 bo'lib qoldi. 12 ga chiqmoqchilik yo'lga. Biz ketayotgan park boshqa shaharda, uyimizdan 1 soatlik masofa uzoq edi. Biz уже почти kelib qoldik desa ham bo'ladi. Bir 15-20 minutlik yo'limiz bor. Koreyada shunaqa boshqa shaharlarga borish masofasi u darajada O'zbekistondagidaqa uzoq emas, qiyin emas. Chunki Koreya davlati o'zi ham kichkina. Koreyada ham mana bunaqa tog'lar bor deb ko'rsatmaysanmi, deyaptilar erim. Yo'q, bunaqa tog'lar kimga qiziq desam, "Senga qiziq bo'lmasa, seni ko'radiganlarga qiziq" deb qo'yadilar. Mana bitta o'zi ko'rinishi boshqacha. Kofkasi bitta hisoblanadi, yonma-yon bo'lgani uchun. 안 보여. 안 보여. Yetib keldik. Yozda ham kelganimizda mana shu atrofda doim shu vertolyotlar ko'p uchadi, bilmayman sababini. Mana shu inson sharofatlari bilan aytmoqchi bo'lgan gapim esimdan chiqib ketdi. Yo'lda indaqalar bor-ku, chiqishdan oldinda baland do'mboq qilib qo'yadi-ku. O'sha narsa juda ham ko'p, kichkina emas-da, prям katta razmerda, balandroq. Shu joyni ko'rmay qoldilar. Mashinamiz otilib ketdi. Mana shunaqa avtobuslar stoyankadan уже parkka oldigacha olib ketib, besplatno yetkazib qo'yadi. Yetib keldik. Bu yoqqa akvaparkiga kelganman, yonma-yon joylashgandek. U yoqda ham mana qilib kutib olishardi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa ekan, ajoyib. Ichkariga kirishim bilan turistlar ko'pligi sraz bilindi. Qaranglar chiroyliligini. Magic City'ga o'xshaydi deyishinglar mumkin, lekin farqi katta ekan. Chiroyli. Mana bunaqa melashka joyga kirib ko'rmoqchimiz. Hammasi Abadokaga. Ajoyib. Prosta Abadoklar uchun alohida magazin, shuncha dekoratsiya bilan. Va fotobudkani qaranglar, chiroyliligi. Shirincha, hamma narsa detskiy. O'yinchoqdan boshlab kiyimgacha bor ekan. Bahonada bolajonimga narsalar oldirib oldim. Atrofni ko'rinishi juda ham chiroyli. Hamma narsa bor. Meloch anaqa dekoratsion narsalardan tortib, Aligangacha bor. Ya'ni uходовый kosmetika sotadigan magazingacha. Ana bolani qaranglar, sevgilisini videoga olib qo'yish melata. Bu yerda tushunishim bo'yicha mir babichik bor ekan. Faqat kapalaklarni tomosha qilinsa kerak. Men shunga chiqdim kelyapman. Erjon faqat safari degan joyni bitirib yuribdilar. Qanaqa joy u desam, o'zlari ham aniqini bilmaydilar, lekin o'sha joyni birinchi o'rinda ko'ramiz deyaptilar. Hatto o'sha attraksionlarga chiqaryapmiz. Хорошо. Erjon nima desalar shu. Mana buni qaranglar. Haqiqatan ham. Bu yoq ham park ekan. Bu atmosferani qaranglar, xuddi skaskaga tushib qolgandek. Juda ham chiroyli bor-ku. Afsuski, kamera hamma narsani yetkazib bera olmaydi. Xudo, bu ne go'zallik. Mana shu skazachni joyi birinchi ko'rmasam bo'lmaydi deb turib oldim. Erjon haligacha safarini qidirib yuribdilar. Juda ham chiroyli. Balkim skaskalar ostidan ham bordir, o'rtalar nima deydilar. Bu atmosferani ko'rganingizda rostdan ishongan bo'lardingiz ham. Idealni chiroyli. Misol uchun men bunaqa go'zallikni faqatgina multiklarda ko'rganman. Ertaklar olamiga xush keldik. Bu yo'g'a shunaqa skazachni ulitsa ekan. Qornim ochib ketdi. Meni qornim ochsa boshim aylanadi o'sha. Shuning uchun birinchi ovqatlanib olamiz. Mana buni qaranglar, mana bu nima bu? Xudo. Jetski tomondamiz. Safari shu tomonda ekan. Yaqinda menimcha biz ham faqat shu tomonlarda yursak kerak. Bolajonim kattaroq bo'lib qolsa. Ana shu attraksion qaysi koreyskiy serialdan keyin mashhur bo'lib ketgan bilasizlar? Yozib ketinglar bilsanglar. Menimcha bu yerda ham gullarning festivali bo'lgan. Yoki haligacha bo'ladi. Vidni qaranglar, chiroyli. Bolajonim bilan otni olib oldik. Erjon oxirida kelib yordamlashgan, videoga tushib berdi. Hozir tushyaptilar. Bir reels videomizda ko'rasizlar. Bu gorkani qaranglar, amerikanskiy. To'sib qoldi. Ko'ryapsizlarmi, gorka ko'ryapsizmi? Vau. Vau, shunga chiqdim keldi mana. Mana qo'yib topdik. Kolyaskani qo'yib ichkariga kiramiz. Biz 2:10 da kelganmiz. Hozir soat 4 bo'lyapti. 1,5 soat kutyapmiz boshqamiga. Ko'rib turganinglardek, men o'sha kayfiyatim dabdala bo'ldi. Chunki charchadim-da. Qidirdik. Hozirgi vaqtgacha qidirdik. Oyog'im og'rib ketdi. Shunga arzimasa
yerga o'tirmadim. Boshqa narsani ham ko'rib turmadilar, xotirjam, yo ovqat yedib turmadilar. Tezroq. Ancha. Shuncha qiynaldik, qidirdik, keldik, kutyapmiz. Yopmasa-chi, desam uyimizgacha. Mashinada 1 soat, 1,5 soatlik yo'lgacha orqamda yelkamda olib ketaman. Shunchalik uverina gapiryaptilar ekan. Mana shu hayvonlarni ko'rar ekanmiz ichkarida. Sani hozirgi turishing manbu deydilar Erjon menga. Va nihoyat 각자의 지배자들은 고요한 질서 아래 이 중에서 가장 큰 시베리아 호랑이고 야수성이 강하기로 panjaraning eshigini qaranglar. Va panjaralarning orasidamiz. 눈싸움에 치열한 세력 쟁탈전에 벌이고 있는 두 개의 프라이드가 있는데요. 와! 네, 조언의 정석으로 보이는 다이 친구 한 번 더 만나볼 건데요. 우리 왼쪽에 있는 친구 보이시나요? 이 친구가 하고 있죠. 자, 우리 호랑이 친구들 유일하게 고양이 들어서서 관람하셔도 괜찮습니다. Bunaqa mashinada aylansa ham bo'lar ekan. 자, 지금 여기 거 좋아합니다. 자, 태우 감독 커플 잘 어울리나요? 거대한 동물입니다. 이렇게 거대한 물건도 태어날 때는 Qishimizga обязательно aksessuar do'kon. Bolajonim uyqusi kelib ketdi lekin. Nimkam qo'yni. Shuncha kutib turgan joyimiz примерно 15 minutda tugadi. Qishimizdan oldin rasmga olib qo'yishganda shuni oldik. No, albatta qoqishga qarab olmaslik ham mumkin. Hissiyot aka sizga yoqdimi yo'qmi deb mabodo qiziqayotgan bo'lsanglar agar, yomon emas o'rtoqlar, yoqdi. Yangi emotsiya bo'ldi, chunki bunaqa hayvonlarni hayotimda birinchi marta realni ko'rib turibman. Yangi emotsiya, u mayli, lekin 1 soat, 1,5 soat tinmasdan qidirib, yo'l yurib, потом bu yo'lda почти 1,5 soat kutib kirishimga arzimaydi, menimcha. Va nihoyat attraksionga chiqaman hozir. Men bunaqa video sotib olmoqchi edim. 70 ming won ekan. O'zbek summasini yozib qoldiraman. Men sotib olganim yo'q. Afsuslanamam, yo'qmi bilmayman. Menga qimmatli qildi. Bitta video uchun. Hozirgina necha metrligini bilmaydigan, faqatgina juda ham balandligini biladigan amerikanskiy gorkamda chiqib tushib o'ldim уже. O'g'an tushgandan keyingi holatim. Erdan chiqmadilar, ular chiqa olmaydilar. Eng qo'rqinchilisi nima bilasizlarmi? Tepadan tushmas. Tezlikda ketayotganda shunaqa tepaga narsalar qilib qo'ygan, как будто boshingiz urilib ketadigandek his bo'lar ekanda. Eng qo'rqinchilisi o'sha ekan xolos. Lekin emotsiya вообще zo'r. Jag'atda. Bu parkni tugatib bo'lmaydi shekilli o'rtoqlar. Juda ham katta ekan. Bu yerda misol uchun qushlar bor ekan. Bu yerda yana nimadir hayvon, maymun shekilli. Ha, maymunlar bor ekan. Har bitta burchagida har xil narsa. Va bunaqa qushlarni naqasi ham bor ekan joyi. Va har xil hayvonlarni ko'rsa bo'lar ekan ertaroq kelsa. O'zi aslida biz ham erta kelgandik. Boshqa ulgurmadik so'taki. Odamlar mazza qilib mamlakatga chiqib ketyapti tepaga. Biz bo'lsa hali mana shunaqa tepalikqa 500 metrdan ko'proq yurishimiz kerak. Chunki kolyaskamiz bor, bola bilan. No pasa hotel. Chumno qo'yapa. Erjon talab berdilar. Mana buni qaranglar. Buni Erjon talab berganlar. Menga mana shunisi yoqdi, shunisini olaman. Qarang. Yana attraksionga ketyapman. Kayfiyatim endi o'ziga keldi. Mana bunaqa joylari ham bor ekan. Endi ko'ryapmiz. Yana amerikanskiy gorkaga chiqaman, faqat kichikroqiga. Soat kechki 8:30. Biz o'sha uyga qarab yo'lga chiqamiz. Maza qildik, to'g'ri, orada asabiylashdik. No, bilasizlar, er-xotin o'rtasida o'tiradi. O'shanaqa payt erimni bo'g'zlab qo'ygim kelsa, oramiz yaxshiligida yaxshi ko'rib ketaman. Menimcha faqat bizimiz hamma er-xotin shunaqa. Oyog'imni normal bosolmayapman. Men bu barmoqlarim tagi og'riyapti, mana bunaqa qilib yuribman. Kun bo'yi aylansa ham menimcha bu parkni boshidan oxirigacha aylanishga o'zbek qilmaydi odam. Urushib, talashib, so'taki maza qilib aylanib endi uyga qaytamiz. Jonim. Bolajonim bo'lsa, boshida qiynalib oxirida maza qilib o'tadi. 그래? Kechki svetlar bilan yanada chiroyli bo'lib qolar ekan to'g'risi. No, o'sha ko'p joyda ishlamaydi, yopiladi. Bugungi kunimiz ham tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Hayır.